Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Darhaqiqat mana zakotni lug'aviy ma'nolarini mana chiroyli yoritib berdingiz domla. Mana shundan ham ma'lum bo'lyaptiki, demak zakotni berar ekan boy odam. O'z-o'zidan uni moli ya'ni ko'payadi, uniga baraka kiradi. Endi zakotni fazilatlari nihoyatda ko'p. Masalan, birinchisi zakot beradigan odam mana bir qancha oyat karimalarga amal qilganlik savobini oladi u. Allohning buyrug'iga itoat qilgan bo'ladi shunday. Misol uchun bittasini keltiradigan bo'lsak, Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Estaizu billah va ma ataytum min zakatin turiduna vajhalloh ulaika humul mud'ifun. Sadaqallohul azim. Ya'ni Alloh taoloni roziligini ko'zlab agar zakotlarni beradigan bo'lsanglar, ana o'sha odamlarga savoblar nihoyatda ko'paytirib beriladi, muzoaf qilib beriladi degan mazmundagi oyat karima. Demak, mana shu oyat karimani mazmundan ham ma'lum bo'lyaptiki, zakot beradigan odam bir qancha muzoaf savoblarni olishligi ma'lum bo'lyapti. Zakotni fazilati haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda ko'p hadislarda o'zi to'xtalib o'tganlar. Ulardan birini eslamoqchi bo'lsak, Rasululloh aytadilarki, kullu mri'in fi zilli sadaqatihi hatta yufsala baynan nas, rawahu al-imam Hakim. Ya'ni Imom Hokim o'zlarining kitoblarida keltirganlar. Bu hadis sharifning tarjimasi shundan iboratki, har bir kishi qiyomat kuni zakotini soyasida turadi. Hatta yufsala baynan nas, ya'ni odamlarga hukm o'qilgungacha. Ya'ni odamlar ya'ni jannatiy yoki jahannamiy deb hukm o'qilgungacha, demak shu zakotini soyasida zakot bergan odam soyalanib turar ekanda. Bu ham juda katta va'da bu. U demak u kunlarda quyosh nihoyatda yaqinlashtiriladi deydi. Demak shu zakotni haqiqiy Allohning roziligini istab beradiganlar u kunda ham demak soyada soyalanar ekanlar. Yana zakotning fazilatlari haqida gapiradigan bo'lsak, eng katta fazilatlardan biri bu zakot bergan kishining moli go'yoki Allohning himoyasiga o'tadi. Go'yoki Allohning qo'rg'oni bilan qo'rg'onlanadi u. Bu borada ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, hassinu amvalakum biz zakat. Rawahu al-imam Abu Dawud. Imom Abu Dawud rahimahulloh o'zlarining kitoblarida keltirganlar. Ya'ni mollaringizni zakot berish bilan saqlaylar. Hassinu saqlaylar deyaptilar-da. Xuddi shunday. Demak, masalan, moli davlatni topishi o'zi bir ish. Endi boylarda shunaqa g'am bor, uni chiroyli saqlab olish ham bir g'am bo'ladi-da endi. Agar boylar shu Alloh taolo meni zimmamga bu narsani farz qildi deb xolis yaxshi niyatlar bilan beradigan bo'lsa, o'z-o'zidan u mol Alloh taoloning himoyasiga o'tar ekanda. Alloh taolo go'yoki uni saqlab beradi endi. Hatto mana ulug'larning ham bir gaplari bor. Hatto o'g'irlab ketgan bo'lsa ham shu narsani qaytarib beradi. Alloh taolo unga ya'ni insof berib. Chunki bu zakoti berilgan mol Allohning himoyasida bo'lishligi va'dalari bor. Endi mana shunday zakot berayotgan paytda ba'zilarini bir shayton vasvasa qilishi ham mumkin. Go'yoki qirdan birini bersa, zakot ozayib qolganga o'xshaydi endi. Aslo bunday emas. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mashhur hadislari bor. Ali ma naqasa malun min sadaqatin deganlar. Ya'ni berish bilan, sadaqa qilish bilan mol hargiz ozaymaydi. O'zi boy odam o'ylab ko'rish kerak. Misol uchun mana menga Alloh taolo shuncha mol davlatni berdi. Shuncha narsani berdi-yu, shuni ham qirdan birini ber deyapti xolos, deb turib o'ylash kerak-da endi. Qancha faqirlar bor, muhtojlar bor. Qani menga kim zakot beradi ekan deb yuradiganlar qancha. Yoki shularning qatoridan Alloh taolo uni boylarning safiga qo'shib boy qilib qo'yishni o'zi katta narsa-da endi. Shunda ham endi banda ham shu qirdan birini ber deganda, shunda ham agar xaslik qiladigan bo'lsa, bu Alloh qodir. Shunda bundan olib boshqani bir faqirga berib qo'yadi. Va hayotda ko'rib turibmiz, qancha odamlar bir boy bo'ladi, bir badavlat bo'ladi, lekin shu narsalarga e'tiborsiz bo'lib, Alloh saqlasin, yana eski holatiga qaytib qoladi. Demak, bu narsaga ham qattiq e'tibor qilish kerak. Yana bir hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, "Iza addayta zakata malik faqat qazayta ma alayk." Aw kama qala Rasululloh, ya'ni molingiz zakotini beradigan bo'lsangiz, siz zimmangizdagi vazifani bajargan bo'lasiz, ado qilgan bo'lasiz deyaptilar-da. Demak, Alloh taolo bizga shunaqa mol va davlat berar ekan, uni birinchi navbatda bu islomni ustunlaridan bittasi domla. Masalan, hammamiz bilamiz, Allohga iymon keltirish qanaqa zarur bo'lsa, namoz o'qish qanaqa lozim bo'lsa, zakot berish ham xuddi shularning qatoridagi dinni 5 ta ustundan bir uchinchisi shunaqa bir ustun bu.
Demak, dinni ustunni qoyim qilyapman deb yaxshi niyatlarda, savob umidda beradigan bo'lsa, ham o'zini foydasiga bu, ham boshqa bir qancha faqirlarni ehtiyoji ya'ni qondiriladi. Mana shu joyda yana bir narsa, ming xasislik qilib bermagan taqdirda ham, domla, u baribir Alloh taolo belgilab qo'yganda uni faqirni, seni molingni qirdan biri faqirniki deb. U baribir chiqib ketar ekanda u. Uni o'z baribir chiqib ketadigan narsa bo'lgandan keyin, undan ko'ra uni haqiqiy o'zi bersa, u ham ajr oladi, ham zimmasidagi bir farzni bajargan bo'ladi inshaalloh.